Voy! Sen jinnimisan sen? Voy! Yo'qolsan yo'lda qattiq. Nimaga bunaqa yuribsan? Sen tomiy ketib qo'yanmi? Trotuarmisan? Trotuardan kelyapsan temir, yo'lda yurgani Ha, yo'q. shtrafga urib jonimga tegib ketdi, trotuardan yuribman shuncha. Shunga jahl qilish kerakmi? O'chir buningni. O'chirmayman. Nimaga o'chirmaysan? Shtraflaring bo'ladigan bo'lsa, menga qara, menga qarab gapir. Tush mendan bu yoqqa kel, men senga tushuntiraman. Shtraflarim-ki, narsa otganiga qaray, men qara, mashina shtraf mototsikl shtraf kelyapti, tushunmayapsanmi? Urib ketarding hozir. Nima qilishim kerak otmasdan turib? Ha, yo'li bormi qanaqadir? Bor, Onsor Rastrojga murojaat qilasan. Qanaqadir shtrafing bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich to'lovsi yo'q berishadi ular. Onlayn ham xizmat ko'rsatishadi senga. Yo'q, hamma tekin shtraflarni hammasi boshqa. Shtraflaring boshqasi nima kerak bo'ladigan bo'lsa, mototsiklingga zapchasi kerakmi? Ularni ham boshlang'ich to'lovsi qilib berishadi. Mashina ham bor. Mashinangni ham qilib beradi. Tonirovkang yo'qmi? Uni ham boshlang'ich to'lovsi qilib berishadi. Tonirovka ruxsatnoma qilib berishadimi boshlang'ich? Shunaqa 12 ta viloyatga ham onlayn xizmat ko'rsatishadi. Borib o'tirishing shart emas. Yo'q. Keyin sal bunaqa yurmangin, boshingga uraman, tushundingmi? Bo'ldi, aka, rahmat katta. Ko'zim ko'rinmagin boshqa.